Assalomu alaykum hammaga. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotganlar. Bundan oldingi videolarimizda ham bir ikkitasi kommentni o'qidim. Skoda Kodiaq haqida ham so'rashgan ekan. Bugun o'sha Skoda Kodiaqimiz. Bunga ham o'sha propan ustanovka qilindi. Hozir buni qanaqa, nima qo'yilganlari haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Buni blok miyani o'zini yoniga qo'yildi. Hozir pastki tomonda qolib ketdi. Injektor duo qo'yilgan. Bu Yevropa gazniki. Injektorimiz YG2000, reduktorimiz Lavato, termoplast qilingan trubkalar. Mana simni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana sim hozir batda shunaqa holat bo'ldiki, hozir buni yopsa hech narsa bo'lmaydi. Bu mashinalarga ozgina mehr berish kerak. Nimaga? Shu darajada datchiklar ko'p va bir-biriga pamih bermasdan ishlaydiki, shu sim o'zi shtekер zo'r turibdi, lekin yurganda sal moshda elas nimda qilib qo'yadi, qandayki talchoq berib qo'yadi. Kompyuterga qarasam 2 ga 1 beradi, o'tadi. Injektorlarga qarasam zo'r, hamma yo'q zo'r. Keyin prazvon qilsam ham beryapti, bir xil paytda u sal vibratsiya yo'qolib qolyapti. Eng qizig'i ashibga to'liq bermayapti. O'shaning uchun hozir sim tortdim, bu zo'r bo'ldi. Hozir buni ishxonaga borib to'g'rilayman. Hozir videoni yo'l-yo'lakka to'xtab qolyapman. Demoqchimanki, bu mashinalar juda nimasi ko'p, datchigi ko'p. O'shaning uchun buni qayerda qo'ydirsalar ham mutaxassis ustada qo'ydirganlarini tavsiya qilaman. Kollektor yechib turib qo'yiladi. Hozir bitta rasmni ham ko'rsatib ketamiz. Buni ichida o'sha kamera bo'ladi. Kamera yopib turadi. Kamerani ozgina olib, gaz kirish, ko'pchilik shu turgan joyda ham teshib edish holatlari bor. Keyin sim ulaganda ham porядочный ulab qo'yishadi ko'pchilik. Hozir buni yopilgandan holatni ham ko'rsatamiz. Buni o'sha miyani blokni o'zidan puchokda shu yerdan ulaymiz biz. Nimaga? Qachondir ham shtekerlar keyinchalik motor ochilganda bir-biriga pamih berib yoki motor o'tkazilganda bo'lsa, biron narsa bo'ladigan bo'lsa ham xalaqit qilmaydi. Iloji boricha o'sha puchokda miyani o'zidan ondan ulab beramiz. Bilasizlar, buni motori dual komplekt, MPI ham GDI sistemada ishlaydi. Shuni hisobiga benzin ozgina 10% rasxod qiladi. Baloniga hozir sidinkalarni qo'yib qo'yishibdi. Bunga 72 litrli balon qo'yildi. Agar 72 litrli balon qo'yiladigan bo'lsa, agar disk sidinka qoladigan bo'lsa, ozgina ko'tarib sidinkani ham qolgizsak bo'ladi. Hozir bu mashina sidinkani olib tashladi. Nimaga? Egasi baribir sidinkadan foydalanmayman deb, splashnoy bagaj sifatida foydalanaman deyishdi. Agar disk sidinka ham qolsin deysa, uni ham ko'tarilmasin deysa, 65 tali silindr balon qo'yib ham zapaska o'rniga qo'ysa bo'ladi. Endi balonni ko'rsatmadim, lekin shu 2-3 xil variant bor. Olib tashlab turib splashnoy bitta katta qilib turib qo'ysa bo'ladi. O'sha 72 tali yoki 61 litrli qo'yib ozgina ko'tarsa bo'ladi, yoki hech qanaqa ko'tarmasdan turib o'sha oxirgi qolgan joyga 65 tali silindr balon qo'ysa bo'ladi. Arqachasi shunaqa bo'ladi. Oldi o'sha komplektatsiya shu. Hozir bitta yurib, buni tekshirib, keyin egasi bilan ham bitta haydab ko'ramiz. Mana benzinni shunaqa ko'ring-chi. Yaxshi. Yo, o'zi bossiz ketaveradi bu ham. Gaz tarab ko'rmadingizda, hali chiqdingizdan keyin. Bu kilometrga qancha rasxod qiladi gazni? Hop. Городской rejim o'rtacha 1 bilan 2 dan o'rtasida yurib to'xtash ko'payib ketsa, dalniyda 700 gram o'rtacha. 1 litrdan kam. Agar deylik siz Farg'onaga borib kelsiz, misol uchun 2 litr ketishi mumkin, da misol uchun. Bu balonlar deyman, bemalol 800 kilometr yuraman ekan-da, o'rtacha, ha, shunaqa o'rtacha. Ha, bemalol yuraman ekan. Hozir misol, endi hozir gazni bilmaysiz, ballar ham quyib chiqdi, keyin o'zingizdan quydi-yu, lekin mashina hozir bitta nollang, o'zi qancha yurasiz? Keyin bitta nima qisman o'rtacha mo'ljallamda siz 600-700 atrofida yurishingiz kerak shahar ichi ham o'rtacha. Agar endi gaz to'liq ketsa.
Hop, mana yurib ko'rdik. Akam aziflarni ham ko'rdilaring. Xudo xolasa yurishi idealniy bo'ldi. Agar sizlarda qanaqa markadagi mashina bo'lishini farqi yo'q. Agar inomarkani sal sложенroq variantlari ham bo'lsa, individual yondashamiz, deylik, uni xarakteristikasiga qarab turib, chotka qilib beraveramiz. Faqat hozir biz O'zbekistondagi sharoitda faqat piezo injektorli mashinalarga faqat u komplektasiya yo'q xolos. U piezo bu BMWlarda yangi markalarda chiqyapti va eskilarda o'sha X5larda chiqib qolgan. Undan tashqari eski markadagi, o'sha inomarka farqi yo'q, modelda farqi yo'q. Hamma mashinaga qo'yib kelyapsiz, xudo xolasa. Qanaqa xizmatlar yoki mashinani modeldan qat'iy nazar aloqaga chiqib qolasizlar, chotka qilib xizmatlarni bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.